Salom do'stlar, sizlar bilan doktor Oybek. Bugun birgalikda H20 Floss irrigatorlarini birgalikda obzor qilamiz. Ularning funksiyalari nimalardan iborat, qanaqa qulayliklar bor, kimlar uchun mumkin, kim uchun mumkin emas va qanday jihozlar bilan jihozlanganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa, birinchi navbatda irrigatorimizni ochib, nima xususiyatlari borligi to'g'risida birgalikda tanishamiz. Xo'p, korobkamizni ochganimizda mana shunaqangi kashelokcha chiqdi. Kashelokchani ichida biz uchun kutilayotgan irrigatorimiz bor. Xo'p, bu yerda nasatkalar va mana o'sha biz kutgan irrigatorimiz asosiy qismi. Va o'zini zaryadchiga bu batareykada emas, zaryadkada ishlaydi. Agar zaryadkasi tugasa, uni quvvatlagichga ulab, quvvatlantirib yana ishlatsa bo'ladi. Quvvatlanish bir hafta 10 kunga bemalol sizga yetadi. Mana shu kashelokcha to'g'risida ozginagina informatsiya berib o'taman. Kashelokcha bizga nimaga kerak? Agarda biz safarga otlanadigan bo'lsak, qayergadir manzilga ketadigan bo'lsak, irrigatorni o'zimiz bilan olib olishlik qulay bo'lishligi uchun maxsus kashelok ham mavjud. Xo'p, irrigatorimizni nasatkalariga to'xtaladigan bo'lsak. Xo'p, bu yerda bizda nimalar bor? Asosiy qismi. Xo'p, irrigatorimiz o'zi bilan ikkita shotka. Xo'p, briketlar uchun, briket taqqan bemorlar uchun maxsus shotkali nasatkasi mavjud. Tilni tozalash uchun maxsus nasatka. Tillardagi qarashlar ham og'iz bo'shlig'ini hidlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun maxsus til uchun tozalovchi nasatkani ajratib o'tgan. Bu zo'r degan. Uchli nasatka bu tishlarning orasidagi milklarni massaj qilib ovqat qoldiqlaridan tozalashlik uchun zo'r nasatka. Asosan shu uchli nasatkadan foydalaniladi. Yana uchli nasatka sal qalinroq. Endi tishimizni shakliga, milklarimizni holatidan kelib chiqib nasatkani almashtirsak bo'ladi. Va qalin nasatkamiz ham mavjud. Bu orqali biz tomoqlarimizni ham yuvsak bo'ladi. Buni ichiga maxsus rastvorlarni solib, biz tomog'imizni ham chayish imkoniyatiga egamiz. Chunki irrigator ichidagi rastvorni kuchlanish yordamida bizga sepib yetkazib beradi. Va eng uchli nasatkamiz ham mavjud. Bu eng asosiy vazifasi ana shu milklarimizni massaj qilishligi uchun vazifani bajarib beradi. Irrigatorimizni asosiy qismiga to'xtaladigan bo'lsak, unda mana ikkita asosiy knopkani ko'rishligimiz mumkin. Birinchi knopkamiz bu ishga tushirish irrigatorni, ikkinchi knopkamiz esa bu tezligini yo balandlatishimiz yoki pastlatishligimiz mumkin bo'ladi. Irrigatorimizni pastki qismida asosan deyarli hamma irrigatorlarda suv soladigan qismi pastda joylashgan bo'ladi. Biz bu yerni ochib turib, suv va og'izni maxsus eritmalari bor chayadigan. Ana shu eritmalarni qo'shgan holatda bu yerni to'ldirib, bundan bemalol biz foydalansak bo'ladi. Xo'p, kelinglar uni bittasini nasatkani o'rnatib ko'ramiz. Turishi, joylashishi. Mana bu nasatkani joylashtiramiz. Osongina o'rnashdi va buni olish ham orqadagi o'zini mana knopkasi bor. Ana shu knopka yordamida bemalol buni olib o'rnatishimiz, nasatkalarni almashtirishligimiz mumkin bo'ladi. Irrigator kimlar uchun? Irrigator barcha 12-10 yoshdan tepa o'zini aqlini biladigan, tishni yuvish gigiyena qoidalariga amal qiladigan insonlar uchun foydalanish imkoniyati berilgan. Irrigatorning asosiy vazifasi tishlarning orasidagi ovqat qoldiqlarini yuqori bosim yordamida tozalab berish funksiyasini amalga oshiradi. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tganimizdek, tillarni qarashini tozalash uchun ham maxsus nasatkalar bor. Biz tishlarimizni yuvib bo'lgandan so'ng ana shu nasatkalar yordamida tilimizni ham tozalashlik imkoniyatiga ega bo'lamiz. Irrigatordan foydalanish shart bo'lgan insonlar bu tish koronkalari,
tish implantlari qo'ydirgan bemorlarga foydalanish tavsiya etiladi. Nimagaki tishlarni koronkalar o'rnatilgandan keyin ularni uzoq muddatli xizmat qilishligiga asosiy sabab tishlarimizdagi milklar, tishlarni o'rab turgan milklarning sog'lomlik holati. Ular koronkalar tagida ovqat yig'masligi, milklarimiz shamollab qonuvchan bo'lib qolmasligini ta'minlab beradigan narsa bu irrigator hisoblanadi. Yuqorida bir ma'lumot o'rnida biz flosslarni ham aytib o'tganmiz. Flosslar tishlarning orasidagi ovqat qoldiqlarini nit iplar yordamida tozalash funksiyasini bajaradi. Undan farqli o'laroq bu koronkalar, mastovidniy, ko'priksimon koronkalar o'rnatilgan bemorlar tishlarni orasiga flosslar kirmaydi. Ularni koronkalarning tagida yig'ilgan ovqat qoldiqlarini tozalash juda ham qiyin. Irrigatorning eng zo'r funksiyasi bu tish shotkalari tozalay olmaydigan nuqtalarni ham yuqori darajada tozalab berish funksiyasiga ega. Irrigatorni kimlar foydalanish mumkin emas? Yosh bolalar foydalanishi mumkin emas, chunki bu yuqori bosim yordamida vibratsionniy suv bilan tishlarimiz orasini tozalaganligi uchun bolalarning tomog'iga yoki nafas yo'liga suv o'tkazib yuborishi mumkin bo'ladi yosh bolalarga. Bundan tashqari milklari o'ta qonuvchan bo'lgan insonlar ham irrigatordan vaqtinchalik foydalana olmaydi, chunki yuqori bosimda tozalayotganda milklarimizni qonatib yuborishligi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari tishlarida kontaktnik karies bor bemorlar, sezuvchanligi yuqori bo'lgan bemorlarga ham bundan vaqtinchalik foydalanmaslik tavsiya etiladi. Agarda yuqoridagi kasalliklarni bartaraf etsangiz, siz bemalol tish irrigatorlaridan foydalansangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim foydalanib ko'rdim. Sizga hozir tushuntirish uchun men boshqatdan ochib buni sizga ko'rsatyapman, lekin men o'zim bu irrigatordan foydalanib ko'rdim. Sizga ishontirib aytamanki, buni foydasi juda ham zo'r. Hattoki men o'zim ishlatib ko'rganimdan keyin har bir bemorimga tavsiya etishni boshladim. Natijasi a'lo darajada menga ta'sir qilganligi uchun sizga ham shu narsani tavsiya etaman. Irrigatorni turli xil shakllari, turli xil brendlar mavjud. Ular to'g'risida keyingi ko'rsatuvlarda sizga batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Ularni firmasini turiga qarab, nimalari bilan bir-biridan farqlanadi. Hozirda marketlarni ko'rsangiz, irrigatorni har xil narxdagi, har xil shakllari bor. Qaysi biri siz uchun foydaliroq, qaysi biri bizga kerakli funksiyalarni yetkazib beradi, qaysi nasatkalar biz uchun afzalroqligini bilish uchun bizni kuzatishda davom eting. Biz keyingi ko'rsatuvlarda siz uchun yangi irrigatorlarni obzorini taqdim etamiz. Salomat bo'ling.